Xush keldinglar omaq balalar. Hammanglar yaxshi turdinglarmi? Mening ahvolimni so'rab atamsizlar? Allohga shukr. Men nihoyat yaxshi turdim. Sizlarning yaxshi turganliginglardan pek xushal bo'ldim. O'tgangi bölümdə nima so'zlagan edik? To'g'ri. Tunji maktab, ta'lim-tarbiya o'rni Darul Arqam to'g'risida so'zlab bergan edim. Suyimlik payg'ambarimiz bir turkum insonlarni tunji ta'lim-tarbiya o'rni Darul Arqamda, ya'ni Arqamning uyida yetishtirib chiqqan edi. Hozirgacha eg'izdan eg'izga tilga ilinib kelayotgan sahobalar mush maktabni bitirgan edi balalar. Bu bölümde sizlarga Safa to'piligidan kelgan ovoz haqida so'zlab beraman. Bu qanday ovozda acaba deb hayron qoldinglar-ku deyman. Aldirmanglar, meni yaxshi tingshanglar. Bütün insonlar uchun yaxshilik ilib kelgan ovoz haqida so'zlab beraman. Tayyor bo'ldinglarmi? Boshladik qamsa. Suyimlik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom maxfiy da'vat ilib berib, musulmonlarga güzel dinimizni o'rgatdi. Qur'on o'qishni, namoz o'qishni o'rgatdi. Shundaq qilib 3 yil o'tib ketdi. Bu jarayonda dinimizda mustahkam turgan kuchli insonlar yetishib chiqqan edi. Bir kuni mehribon Alloh o'z dinini oshkorlashga buyurib, mundaq dedi: "Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'ttirib qo'ygan. Mushriklarning masxarasiga parvo qilmagin. Yaqin urug' tuqqanlaringni ogohlantirgin. Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin. Men haqiqatan oshkora ogohlantirguchiman" degan dedi. Shuning bilan Gul payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohning amri bilan Safa tig'ining ustiga chiqib, unlik ovoz bilan "Ya sabaha" deb tovladi. Umaq balalar, bu nima gapdi deb o'ylab qoldinglarmi? Bu ovoz arablarga tanishlik bo'lgan mashhur ovoz bo'lib, har qanday bir inson biror dushmanning ma'lum bir shaharga yoki biror qabilaga hujum qilmoqchi bo'lganlik xatrini his qilsa, "Ya sabaha" deb tovlaydi. Endi tushundinglarmi balalar? Ha, yaxshi. Undaqda davomini so'zlay. Şuna Qurayshlar bu chaqiriqqa darhol ovoz qo'shib, taraf-tarafdan keldi. Suyimlik payg'ambarimiz Safa to'piligida turib, Makka xalqiga mundaq dedi: "Ey Abdulmutallib jamoati, ey Fihr jamoati, ey Ka'bning bolalari, agar men sizlarga bu tog'ning orqasida sizlarga hujum qilmoqchi bo'lgan bir otliq qo'shin bor desam, menga ishonamsizlar?" dedi. İşençilik, rastçıl bulup tunulgan peygamberimizge ular "Senin degining işinimiz" dedi. Lekin Ebu Lahab "Ölgür, sen bizni mush uchun yig'dingmi?" dedi. Balalar, bilamsizlar, Ebu Lahab peygamberimizning tog'isi edi. Shundoq bo'lishi qaramay, peygamberimizga intayin eskilik qiladi. Chunki Ebu Lahab peygamberimiz ilib kelgan dinni qat'iy qabul qilmagan edi. Aksicha, eng bek qarshi chiqqanlardan biri bo'ldi. Suyimlik peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga kelgan dinga ishonganlar kundan kunga ko'payib. Bu ahvol Makkadagi ba'zi cho'nglarning nihoyat achchig'ini keltirib atadi. Ulardan biri kim bo'ladi bilamsizlar? To'g'ri topdinglar aqlliq bolalar. U bo'lsa Abu Jahil edi. U va do'stlari musulmonlarga qarshi edi. Uning ustiga musulmonlarni qayerda ko'rsa zonglik qiladi, tishiga tegadi. Yomon gaplarni qiladi. Payg'ambarimizning uyining oldiga axlatlar, tikanlarni tashlab qo'yadi. Musulmon bo'lgan qullarni bo'lsa, och, susuz qo'yadi. Bu qadar aziyat, qiyinchilik oldida bir musulmonmi dindan qaytmaydi. Hammasi Allohning bir ekanligiga, Muhammad alayhisalomning haq payg'ambar ekanligiga yurakdan ishonadi. Islom intayin go'zal edi. Makkaliklar orasida nihoyat tez tarqalayotdi. Buningdan nihoyat bearam bo'lgan Makka cho'nglari
bir kuni Abu Talibning qishig'i kelib, "Ey Abu Talib, jiyaning Muhammad butlarimizni inkor qilib, faqat Alloh qishinishimizni da'vat etdi. Biz Alloh qishinimiz, ammo butlarga mishinimiz. U butlarimizni, haykallarimizni rad qiladi. Alloh birdir, yolg'iz bir ilohdir" deydi. Bu sababdan Muhammadga doit achchig'imiz bor. Ketib buning bilan paranglash. Bu da'vodan voz kechsin. Bo'lmasa, nima ish qilish kerakligini doit yaxshi bilamiz, deb qo'rqitmoqchi bo'ldi. Abu Talib jiyani Gul Muhammadni intayin yaxshi ko'ratdi. Har yerda uni qo'g'daydi, himoya qiladi. Jiyani Gul payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ahvolni tushundirdi. Payg'ambarimiz intayin yaxshi ko'rdigan tog'isiga mundoq dedi: "Ey tog'a, Alloh bilan qasamki, ular o'ng qo'limga quyoshni, so'l qo'limga oyni tutqazsimi, bu go'zal dinimni anglitishdan qat'iy yanmayman" dedi. Abu Talib jiyaniga: "Suyumlik jiyanim, borg'in, xolg'iningni degin. Men seni hargiz yordamsiz tashlab qo'ymayman" dedi. Hamda bu gaplarni Makka cho'nglar yig'imi bildirdi. Abu Talib jiyani Gul Muhammadni davomli qo'llagan edi. Bu go'zal dinimizga ishonmaganlar musulmonlarga texmi bek eskilik qilishga boshladi. Mehribon Alloh go'zal dinimizni texmi kuchlantirib, Makkadagi nomi chiqqan botur, qo'rqmas, haqqoniyatchi Hamza ham Ömer arqa-arqadan musulmon bo'ldi. Bularning musulmon bo'lishi bilan Payg'ambarimiz va atrofdagi musulmonlar intayin xushal bo'lgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir tarafiga Hazrat Hamza, yana bir tarafiga Hazrat Ömerni ilib, barliq musulmonlar bilan birlikda Ka'bada namoz qildi ham tavob qilgan edi. Tavob degan so'zning ma'nosini tushundinglarmi bolalar? Balki ba'zi adashlarimiz tushunmagan bo'lishi mumkin. Qari Baytullohni, ya'ni Ka'bani 7 qitim aylanib chiqishni tavob qilish deymiz. Endi bilib oldinglarmi? Aqlliq bolalarim mening. Shundoq qilib musulmonlar kundan kunga kuchlanib o'tadi. Bugungi anglitishimiz shundoq qilib mush yerda tugadi. Keyin nima ishlar bo'ldi, cho'qim qisqishida qoldinglar. Undaqda qulqinglar izchlar qanlimizning bolalar uchun hozirlangan payg'ambarimiz hayot sergizishisining keyingi bo'limida bo'lsin. Hammanglar qaltis, aqlliq bolalar. Keyingi bo'limni ko'rishgacha hammanglarni Allohga topshirdim. Xushvaqt bo'linglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül